siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranında. I am Ali Asghar. I live in Karachi and many Uyghur families do. Basic, I am Uyghur. In 1967, me and my ancestors from China to Pakistan for the purpose of trading and start living here. This is Mr. Muhammad Ali. We are going to watching Xinjiang news and will discuss about Uyghur language. Assalamu alaikum. Yaxşıma, tezlikma, obdan salamatma. Ben xəbər görətdim mən. Xəbər görədim Şinjan'ınki. Şinjan'ın xəbəri. Hə. Görəb baxmısınızmı? Hə, görəyini. Deyince mən yaxşımam belən. Ondan yaxşıyam. Xəbər avazını anlaymayız. Məş xəbərini görgəndən şu məlum oldu ki, Məğribi mediyanınki həmmisi quruq gəp, yalğan gəpini Hakikaten Cungu'da unda emas, Şinjan'da unda emas. Her cihetten hem kengerçilik, namaz olamda, din olamda, tebliğ olamda, her kengerçilik bu Mağribi medyanınki kuruq gapni anglasa kullanmaydı iken. Mağribi medya köyümüzde her vaxtda Şinjan'ı tevendik sözü. Köyüstüdü bizge. Adi köydeki mescidler yeni olup da, konu mescidine yeni pipip da, namazga asan, aram hemen asana, şunu koyup, Muhammed arzu ola oturdu ki 5. ayda Kunjurab kıl, içilse yol, ailemle, ballimle ile bayay, İnşallah dua kısır bizimle bir arak tukan bilen köyüşemeyiz. İnşallah billi bağamez, bizni koyup etmenler. Bilmemiz inşallah. İnşallah. Vizini eylep, ballağa, aylağa, hemmelegini qilib, oqşaşadı. Bir qata urutqam bilan ko'rishib, rahatlanamiz. Ma'qulamsa. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Oldingi sonliq programmamizda biz Pokistondagi bir qism ikkinchi avlod Uyg'ur deb tunishtirgan bir qismninki o'zlarining Xitoy elchixonasida ishlayotgan hamda Xitoyga naiti yaqin şekilde izchil g'olchilik qilayotgan bir turkum g'olchilni, yani Azimjon va do'stlik Xitoy bilan yoshlar do'stlik uyushmasini qurgan yana birisini so'zlab o'tgan edik. Ham shu kungi programmada o'zini men bir Uyg'ur qizi deb tunishtirgan bir qiz bolninki programmasini bergan edik. Bu YouTube kanali yangi ochilganligini hamda Pokistondagi asosli har qaysi tashkilot va jamoat arboblarini Xitoyga bo'lgan ko'z-qazon so'zlatish va shu to'g'rida inglizcha, pokistoncha programma ilib berayotganligini ko'rdik bu YouTube kanalini. Shuningdek bu ikki programmasida, ya'ni oldingi sondagi bu qizvalni ko'rayotganlar, bu qizvalni so'zlab aytgan, o'ziga guvohlik berib, o'zining noit xotirjam, noit yaxshi yashayotganligini, Xitoy bilan ayrılmaydiganligini ifodalagan bir ikkinchi avlod Uyg'urni so'zlab chiqqan. Bu programmani qo'ygandan keyin biz ba'zi bir Uyg'urlar bevosita bu qiz bola bilan paranglashish va yoki ijtimoiy tarmoqlarda buning adibini berish orqali buni noiti bir qo'rqitganligi hamda buning ikkinchi qitim men ekranga chiqmayman deb yaltayganligini angladik. Demak, shu o'xshash Xitoy g'olchilarining vaqtida to'g'ri shaklda bir radiyasini beradigan vaqtimizda anandikin bularning jo og'zini jumdirganligini hamda yolg'on guvohlik berishdan bosh tortqizg'ili bo'ladi. Bo'lmasa siz bilan bizning vatan sirtida o'zimizning urug' tuqqanlarning ovozi bo'lib berayotgan guvohliklarimizni shunga o'xshagan qani buzuq texa mazhab aniq emas, uning ustiga Uyg'urga bo'lgan muhabbati texa aniq bo'lmagan mushundaq eti Uyg'urcha Uyg'ur bo'lsin qini buzilgan mushundaq maymoqninki, mushundaq g'olchilninki o'tirg'i chiqishi bilan cho'qina oldi deganda ba'zi bir nadon, bizni bilmaydigan, bizni tushunmaydigan, bizning vaziyatimizni to'g'ri tahlil qila olmaydigan ba'zi bir Pokiston fuqarolariga ta'sir oladi degan. Mana bu ekranda ko'rayotganinglar yaqinda Xitoy
Pakistandagi bosh elchisining ochgan yig'ini. Bu yig'inda aşı o'tirg'i chiqqan Nasirxon, Abduqayim Majid, Azimjon qatorliq munofiqlarningki to'r yig'ini ichayotgan bir ko'rinish. Buningda bu Xitoyninki izchil turda Pokistondagi shu ba'zi bir qiyinchilik borliq, shunday gurushmay, sesib qolgan ideal, shunday bijimilni taqitib, ularni ko'nglini ma'qul qilish orqali ularni ram qilib, mushundaq yolg'on guvohliqlarga, mushundaq bizning Sharq Turkistonning oq o'yli so'g'an bu o'ylining chatoq chiqmaslik uchun bu yerdagi yuqorida mana ikki guvohlik bergan ikki habdal var. Bu habdalning ismlarining birisining Muhammad Ali ekan, yana birisining ismini to'g'ri bilolmay qoldim. Ammo bu gachalninkimi kelajak 5-oyda vatanga berib, bu yerda bir shaklda nima qilganligimizni urug'da qoldirimizni qilyapti deb yolg'onlardan bir masjidninki xabarini shuni tutqi qilib turib, g'arb medialari yolg'on so'zlayotdi, bu yolg'onchi deb mushlarning og'zi bilan shu nima deganda yolg'on guvohlik bergizayotganligi o'tirdi. Shuning uchun bundaq yolg'onchilarga yolg'on so'zlabdi, bizning nima ko'ramiz, Pokistonda qanchalik uyg'ur bor demay, shu yerdagi yerlik xalq ommasiga ta'sir ko'rsatib yoki xato tushunchani keltirib chiqarishning oldini olish uchun bularning vaqtida yolg'onchilikni fosh qilish hamda ijtimoiy tarmoqlarda bularni rasmiy shaklda har bir shaklda o'zimizning ijtimoiy tarmoqlarni taqib bularning abdi bashirishni ichish intayin muhim qarindoshlar. Uyg'ur so'zlab nima qildik, kimga antaldik demay, mana mushu gajadan Uyg'ur so'zlayotdi qarindoshlar. Shuning uchun biz mushu bizga buzg'unchilik qilayotgan, da'voyimizning yo'lini to'sayotgan saxta da'vogar va saxta guvohchilarni ichib tashlashimiz, fosh qilishimiz intayin muhim. Shunga o'xshagan shaklda Turkiyadami izchil turda bizning da'vorimizga izchil 10 yilning yog'iz yansib kelayotgan Sabir Bug'da, Mavluda Aziz va Doğu Princhik o'xshagan mushundaq mehnatlarni nakaslanimi vaqt-vaqtida qonun organlari orqali bularning ustidan arz shikoyat qilishimiz va shu turishliq davlatning qonun nizomlari bilan bularga jazosini berkizish intayin muhim. Ham shunga bilan birga ijtimoiy taraflardami Uyg'ur muhojirlar orasidami bu mushundaq saxta guvohchi, saxta munofiq shakli kirib olgan, da'voyimizga ziyon silayotgan, Xitoy tarafini ilib Xitoyning jundisini ishlayotgan mushundaq nakaslarni fosh qilish va bularning ifti bashirisini ichib tashlash, nadi ko'rsak yuziga tukurish bu bizning bosh tortib bo'lmaydigan vazifamiz. Shuning uchun qarindoshlarimizni buning sal qaramay, buni daq programmalar ishlagandan keyin to'xtab turib buni taqishimiz va bir shaklda o'zimizning bir ifodasini bildirishimiz intayin muhim deb qarayman. Aman Alloh razı olsun. Allah'a emanet olun.